Rossiyadagi deport zapretlarini tekshirganda ko'pchilik shuni tekshirtiradi. Bu xato. Hamisha to'g'ri ishlamaydi bu. Bunda faqat bor yo'qligini bilasizlar. Mana o'zingiz ham kirib bilasizlar bu saytga. Biz bu tarzda tekshirmaymiz, hurmatli obunachilar. Biz bu tarzda tekshiramiz. Ya'ni ism, familiyangiz, agar rasmingiz bo'lsa, rasmingiz ham chiqadi. Qachon va qaysi yerda qo'yilgan hamma narsa chiqadi. Bu statyalari bilan chiqadi yana. Shu statyalarga qarab bu deport zapretlarini assa bo'ladimi, yo'qmi bilamiz. Qaysi viloyatida qo'ydi, qaysi shaharida qo'ydi, hamma narsa chiqadi. Ya'ni agar bir nechta zapret ham qo'yilishi mumkin bir odamning o'zini 3 ta 4 ta, shuni ham hammasi chiqadi. Bog'imizda bir dona zapret chiqqan. Shu tarzda biz tekshirib beramiz, hurmatli obunachilar. Bizga Telegramdan yozasizlar va Telegram kanalimizga o'tsangizlar, qaysi zapretlarni assa bo'ladi, qaysilarni asos kerak, qaysi birlarini umuman ochib bo'lmaydi, ko'rib olsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Deporti zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar.